أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجماعة وفضلها. Bu cemaatninki babıdır ve o cemaatninki faziletiniki babıdır deydim. Yani biz Mishkatul Masabi degan kitapni o'qitdik, qani o'qitimiz. Men oldingi darsimizda qanday vaqtniki o'zidan namoz o'qish mana durust bo'lmaydi. Men oldingi faslda shuni o'qidik. Hozir hamda namozninki yana bir fazilati bo'lgan jamoat. Ya'ni aslida namoz men har bir odamniki o'ziniki ayrim o'qishniki ustiga nima u farz. Mana shu har bir odam o'zi ayrim. Yani bunu nima deydi? Onu ibadeti bedeni deydi. Her bir mükellef balağat yetkendiği için ayol mana o adam mana o'zi bedeni orqali, yani o'zi bevosita mana qilinadigan nima bu ibodat. Unida in bir odam men adam o'qibdi ekan, o'qiyapti ekan, men o'qib qo'yay desa bu nima bo'lmaydi? Durust bo'lmaydigan ibodatlarniki nimasidan qatordan bo'lgandan keyin her bir adam bu ibadetini men o'zi ayrımçı o'qish bu farz bo'ladi. Hamda İslam dinimizdeki yeni bir alayiligi, mana bir nimalish, to'plashib, yani jamoatlashish. Yani bir yerga kirish orqali mana ibadetlarni va uning boshqa ishlarni nima qilish, o yerda amillashtirish. Shuna mana jamoat bo'lib, yani bir yerga kelib, ittifoqlashib, birlashib men mushundaq qildigan ish nihoyatda nima o muhim İslam dinimizda. Hatta ki bazı ulamalarımızın deyişçe ittifaklaşış, bir yerga kirish, mana bu yerda birlik bo'lish, barabar bo'lish, mana hamma tarafdan bu nima o farz deb çok qaraladi. Anda o'g'andan keyin mana bu ayrim qilgan ibodatniki o'zimi yeni bir shakl va u nima o jamoat bilan birga o'qish. Yani jamoat bilan birga o'qish. Yani jamoat, arabcha jamoat degan nima? Jamaa yajma'u jam'an va jamoatan. Cemaat degan gapniki o'zi bir isim. Ana o jamaa yajma jam'an degan bir yerga yig'ildi, to'plandi, bir yerga keldi, ittifoq bo'ldi, mana hamkorlashdi degan mushundaq ma'nolarni nima qildi, bildirdi. Unda o'niki jamoat degan bir yerga kelgan kishilar degan gap. Bir yerga kelgan nimalar? Kishilar degan gap bo'ladi ya, bir yerga kelgan bir qancha odam. Bir qancha odamniki eng izi ba'zi ulamolarniki deyishcha 2. Yoki uniki nimasi en ezi 3. Va en ezi shu. Uniki yuqorisi nimicho yo'q soni. Anda ondan keyin bir yerga kelib namoz o'qishninki islom dinimizdagi hukmi nima? Yani bir yerga kelib o'qish. Chunki Qur'oni Karimda jiq yerda shu farka umar rakim deydiganidek nima va hadis va oyat cho'p bor. Mana ruku o'qishlar bilan yani namoz o'qishlar, birga namoz o'qinglar, jamoat bilan namoz o'qinglar degan bu mazmundagi oyatlar çok barmdi. Anda ondan keyin jamoatlashish asli islom dinimizdagi ro'yiga nima uyg'un? İslam dinimizda hech qanday vaqtning o'zida yagona holatda qiladigan ibodat nihoyat oz. Yani jamoat bilan qilish u nima u nihoyat yaxshi, chunki jamoat bilan bo'lgan vaqtning o'zida mana Allohningki rahmati u yerga bo'ladi. Biz ham nima jamoatningki ma'nosi yeni bir ma'ni var, yani toplashib nima qilgan. Yeni biz mayada deyotgani jamoat, yani namozniki o'zini jamoat bilan o'qish. Yani jamoat bilan o'qib, yani ayrim o'qimay, bu yerda namoz qaysi namoz? Farz namoz. Yani farz namozniki o'zini jamoat bilan o'qishligi islom dinimiz hukmi nima? Men hukmi nima degan vaqt o'zida ulamolarimiz buni bir qancha xil ko'z qarashda bo'lgan. Bu bir qancha xil ko'z qarashda bo'lganligining o'zi mana Qur'oni Karimdagi oyat va undan boshqa hozir o'qilmoqchi bo'lgan shu hadisniki sababidan mana hadisdan olgan tushunchaga asosan mana ulamolarimiz buni hukmi har xilcha degan. Ba'zilar buniki eng yuqori bo'lgan farz ayn degan. Farz degan nima? Namozni o'xshash degan. Yani
cemaatle namaz okuşun üzü, perz namazınki üzüne, bu perz aynı olup yani kişilerge, kandaki namazın içindeki aşı nimi var, rukun var. Mesela tekbir tehrim, kıyan, kıraat, ruku, sucud, teşşanime, kod. Yani bu şey İslam dini namazın asas limiti rukun ayn yani rukun eti. Anda oğanlıki cemaatli olan namaz okuşun üzü kişilerge özürsüz. Yani cemaatle mescitte müşünde okuşun üzü ayn, perz ayn onu çok kattik kımısa o erbi sakit demez. Ama bir özürüp kaptı, özür kavan. Mesela yedisi degende kesel olup kaptı ya da kesellik emez. Ya şamal olup kaptı ya yamığı ya kabirnes ya gitipti. Uçağdaki üzüde anıdaki bu özür uçağın üzüde mehbul olup o perz ayınlık çok düşüdü deydi. Yani bazı adamlar bunun nemi deydi onu perz kifaye. Perz kifaye deydi. Mesela İmam Şafii rahmetullahi aleyh katarlık adamlar. Perz ayn deydi Allah mesela İmam Ahmed Hanbeli mezhep mesela Saudi diki İmam Ahmed'inki bir rivayette bu perz ayn deydiken hem Davud-ı Zahiri deydi yani ehl zahir yani yedisindeki ayeti zahiri qarab hüküm kılımız deydi Allah bu perz ayn deydi. Eğer bir adam şu namazınki üzünü cemaatle okumasa uçağındaki üzüde o namaz mehbul emeseydendi. Yok semdi. Hem de yine bir eylen deydi perz kifaye. Perz kifaye degen o mescitte ma'lum bir adamı çıksa yani uçağın üzüde ma'lum adam onu çıkamayıp atıp kalgan bolsa uçağındaki üzüde o günah diye iş bu çıkamayıp kep kalgan adamın üstüge düşmeydi. Günahkar olmaydı deydendi. Perz kifaye degen şu anda. Bu İmam Şafii katarlık alimlarınki göz karışıyken hem de biz Hanefi mezhepteki üzüde bu yani kitaplarda sünnet tapma. Yani bu yerde İmam Azam'dan rivayet kılıngan ve İmam Azam'ın terkide olan muş katta alimlarınki umumizlik men çıkargan bu şu hükmü vacip deydi. Namazdaki vacip. Yani sünnet degeni sünnet bilen sabit olan vacip. Vacip emellerinin katarıdır dep muştah çok qaraydı. Yine bazı ulemalar bunu sünnet. Yani sünnet degenler sel bir kadar yani çıkarab. Sünnet yani bu namazdaki ya da sünnet ibadetlerine okşaydıgan bir sünnet iş. Yani bu kısa nait ubdan kımız çok soralmaydı deydigan muşundak nemeler var, düşenişi var. Anda o anken bu cemaatle namaz okuşundaki hükmü benim muşu şekilde çok bolu dendi. Hem de mescid bayağı o cemaatle bilen okuyumuz. Yok yerde çoğu ise men aşağı ya perz ayn deganlarninki nemisi sel şekilden işip ketdi deymiz. Ama sünnet yoki vacip deganlar o normal nemi tushunchi bo'ldi dendi. Ondan keyin bu aslida islom dinimizdagi ro'yig'imi ya'ni jamoat bilan birlashib ibodat qilish. Jiq ibodat mesela haj deyli, uni boshqa yana jihad deyli, uni boshqa jiq ishlardagi hammasi men birlashib qildigan nimalar o ibodat. Bu islom dinimizga ro'yig'iga uygun. Hem shuningdek oyatlarda bor. Hem de yine birisi şu cemaat bilan o'qiydigan namozninki fazilati. Fazilat degani bu ziyoda. Yani bir adam cemaatdan namoz o'qigan bo'lsa, Alloh taolo unga qandoq bir ziyoda ko'p savoblar berdi. Bu fazilat bo'ladi. Cemaatda bir o'qidi bir gap, uningdan shu o'qigandan Allohniki u odamga beradigan savoblarniki darisi men qandoq savob berdi. Men mushun ustidagi nima bab deydim. Fazilat degan shu hamda fazala yaflulu. Yani fazala yaflulu degan mana u nima o'shiq bo'ldi, ortiq bo'ldi gap. O'shiq bo'ldi, ortiq bo'ldi degan gap aslidagi u narsaniki o'zi buyruq emas, uniki qilib qolsa, uniki ya'ni agashkish jihatdan agashib keladigan, ikkinchi qatorda keladigan nimalar u ishlar degan gap bo'ladi, fazl degan. Birinchi fasl İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu rivayet qilindi. Dedi İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatninki namazı. Mana cemaat bilan o'qigan namoz mana ortiq bo'ladi. Bu namoz yakki o'qigan namozga 27 daraja mana ortiqcha bo'ladi deydi. Muttafaqun alayh. Endi tabdul degan ma'nosi oyatini o'qidik. Paz degani munfarid. Yani pazda yapuzdu degan, yani inparada yanparada yakiygan yolg'iz betaraf
bo'ldi degan gap. Unda o'g'andikin shu odamniki uyida yoki boshqa yerda yolg'iz o'qigan namozidan jamoat bilan o'qigan odamniki namozniki savobi 27 hassa yuqori bo'ladi. Ya'ni jamoat chiqqan odamning namozi, uyda o'qigan odamning namozi zodi yerdan saqit bo'ldi. U chog'da ham namoz farz ado qildi, savob, bir savob bo'ladi. Ammo jamoatdan o'qigan odamniki bu namoz o'qigan bo'lsa 27 daraja bo'ladi deydi endi. Endi bu nima uchun 27 bo'ladi? Ba'zi rivoyatda 25. Ba'zi rivoyatda 27 bor. Ya'ni demak, jamoatdan o'qigan namozniki fazilati mushundoq, savobi mushundoq jiq ziyoda cho'p bo'ladi degan gap endi. Bu nima uchun 27 bo'ladi degan vaqtning o'zida ulamolarimiz bu yer 25 dedi, 27 dedi deb bunida yana hikmat sabab ne? Mana o'ziniki tushunchaga asosan har xil mushundoq mulohaza qilgan ulamolarimiz cho'p bor. Ammo buniki son jihatda nima uchun islom dinimizda mushundoq Qur'on yoki hadislarda muayyan bir son bekitiladi. Masalan, jamoat bilan 27 dedi. Mana Subhanallah 33 dedi. Allohu akbar 33 ya 100 dedi. Deganidek mushtaq sonniki nima uchun u bo'ladi? Uningdan boshqa nima uchun yoki masalanida 20 ya 18 yoki 19 demaydi. Degan vaqt o'zida bu sonniki mushundoq bekitishniki o'ziniki hikmatini faqat shari, ya'ni buni degan zotniki o'zi mana ya Alloh taolo yoki Qur'oni Karimda Alloh degan bo'lsa, Alloh o'zi biladi. Yoki bo'lmaydi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushundoq mesela 25, 27 degan vaqtning o'zida buniki nima uchun 27 bo'lganligini nima Payg'ambar o'zi biladi deb u yerga nima qilamiz, uni tafsirni mufabbas qilib u yerga shu topshiramiz Payg'ambar sallallohu. Bu yerda hammadan aql keladi, aql yoniyatchi. Nima uchun 27, 28 so'mmamdi, 35 so'mmamdi yoki 15 so'mmamdi deydigan ish chiqadi. Bu bir nima u? Ya'ni bir g'aybiy bo'lgan bir narsa bu. Men Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Hamda yuqorqi hadisniki o'zidan men 27 desa men savob bo'ladi degan gapniki o'zidan bu yerdan bu yaniqi fazilat degan bo'lgandan keyin bu yaniqi jamoatda namoz o'qishniki nima emas ekanligi, ya'ni farz ayn emas ekanligi bu yerda chiqadi. Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi dedi. Abi Hurayra dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qasam Allohga meniki nafsim. Meniki nafsim yani zatim yani özem. Şu Allah'ın nimesidir, kulududur. Yani Allah'ın kuludu degan gap Allah'ınki ilkidir. Allah'ınki kudretudur. Yani Allah'ınki tasarrufudur. Men özem Allah'ın tasarrufuda. Çünkü men Allah'ın nimesi o, bensi hem mulki. Yüz kandaksı şu, yüzlük şu işi. Anda o andaki şundan zat veren kasem kılmen ki cezmemen oylap kaldım deydi. Hemme yahummu diyen, hemmime yahmamu. Yani maksat kıldım diyen manide cezmemen oylap kaldım men şuniki men buyruğayım men birinci utullahını keltirişke men nim kılgaymen meninki yakın adamlarını bir kança utullahını cip utullahını müştak ehkilişini şu oylap kaldım. Andikin utullahını ne kaldım oylap kaldım ki pe yuhtabu. Andikin utunu şu jıp ekelgen. Jığılgay utununu. Utununu jığılgay. Jığılgandikin anıdikin buyruğayım men namazga. Başka bir adamni menin o'rnimga men buyrup men namoz o'qi degayman. Anıdikin şu namazga nima qilgay, azan o'qilgay. Anıdikin bir adamni men buyruğayman, o adam ko'p odamlarga nima bo'lgay, imom bo'lgay. Andikin men muxolif bo'lgayman bir minch kishilarga. Ya'ni muxolif bo'lgayman degani yani ta'tur, yani chiqmagan kishilarni qishga men nima qilgayman, jamoat chiqmagan kishilarni qishga men u yerga cho'p borgayman deydi. Endi bir rivoyatda uxalifu ila rijalin deganning o'rniga la yashaduna salatan degan rivoyat bor deydi. Ya'ni namozga hozir bo'lmagan, ya'ni jamoat namoziga hozir bo'lmagan kishilarga men nima qilgayman, shu yerga uchun muxolifatchilik, ya'ni shu yerga ta'tir nima qilman, shu yerga uchun borgayman. Ana degan berib men ularga ularniki o'ylarini ko'ydirib atqayman.
Men muşunu qilib qoldim, o'ylab qoldim. Dedi, deydi. Bu voqeaninki o'zi qaysi namoz vaqti dedi? Bomdatdimi, peshandimi yoki xubtandimi? Bu ma'lum emas. Lekin umum ahvol qaragan vaqtdagi o'zida bomdat bilan shu xubtanniki namozda payg'ambar alayhisolatu vassalomniki mushu gapni deganligi sal bir qadar mana kuchliq degan olimlar shu bor edi. Endi unda bo'lgandan keyin deydi payg'ambar sallam, yana mening nafsim Allohniki qudrati bo'lgan shu Alloh bilan qasamki, agar bilsa ularniki biri, shuni bilsiki jazman tapudi ol biri bir ustixonniki semiz. Araq degan aslida araq degan mushu ozroq go'shva yoki ustixonniki o'zini araq deydi ekan. Endi bir ustixon demoqchi endi, noyat haqoratlab. Yani aş semizerek bir uskanlı yani güçvarak bir uskanlı bireylen ne maksa tapsa ya ki mirma teyni ya ki murma teyni ya ki o maydu koyninki aşo yelik koğusundaki otturdaki iş koğusun otturdaki dersin tapsa yani murmat diyen aşo koyninki koğusundaki ottursa kep kalan göçniki üzerinin murmat deydiken. Ya olmaydı mirmat degan vaqtdagi o'zida o'chad otadigan olat bo'lganiki bu o'qya. Ya olmaydi ikkidan bir o'qyani topsa, ya'ni ikkidan o'qyachilik. Ashna kichkina bir narsa topsa, o'chan o'zidagi uning edi go'zal edi. Ya'ni go'zal bo'lgan, ya'ni bu yechonning o'zida bu qandoq qilib bu yeraki ish qo'g'ninki o'ttirsa, ya'ni ish qo'g'ini topsa yoki ikkidan o'qni topsa bu hasanatayn bo'lsa, shu buni bu nima deydi ekan? Buni badal deydi ekan. Endi bu yerda mirmonatayn degan yiliqi kichik binasini demoqchi. Ashunda binasi topsa deb, ani go'zal degan topsa degan gap, yani sal degan jayyid. Ya'ni go'zal bir o'qyani, ya chiroyli obdan bir semiz, ya'ni qo'yniki qo'g'usiniki orisi kelib qolgan go'shtni mana ashunda topsa, har oyna hozir bo'ldi u odam mushu xubdan namoziga nima bo'ldi? Hozircha bo'ldi. Dedi. Endi bu hadis qaragan chog'ning o'zida sha degan gap degandekin bu chog'niki o'zida Aisha degandagi xubtanniki namozi debdi mana. Meni payg'ambar sallam men mushundaqcho dedi deydi. Meni bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qildi. Imom Muslim uchun bo'dur yuqorqi hadisniki o'qishcho ba deydi. Endi men mushu hadisni qaragan vaqtning o'zida meni payg'ambar alayhisolatu vasallam meni bir odamni mana o'tin akilishga buyruq o'ziniki odamlarni men o'tin akilni yig'ib deb undan bir odamni azini o'qishga uni tabriq imom bo'lishga qilatib o'zi ayrim shu o'tin akirib kim uydan chiqmagan bo'lsa masjidga men u odamning uyini ko'ydirib etish darajalik shundoq bo'lgan holat bo'lib qolgan bo'lsa bu namozniki o'zini jamoatdan o'qishniki o'zi ne qadar muhim ekani bu yerda chiqadi. Bu zohircha mushamdi. Muşu olgandaki şu ölümalarımız bunu qarab, şu pərzən. Yani köydürüb yetişki sebep bolğan nəsinki üzünü mənə o qınmasıq değil mi o? Haram. Bunda olsa pərz oludu çıxış. Onda onun saxlış nima o? Muhim pərzən oludu. Mənə dəb şu ölümalarımız bunu pərzən deydi. Bəzi ölümalarımız bu nima o? Təhdid. Yani şundaq dərəcəci o iğri işini qıldı bula. Deyən çox gəb deydi. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kaşığa bir kömez bir adam geldi. Kim dedi ki o adam? Ya Resulullah, cezmen şen yok, men üçün bir yitlügüçü ki yitleydi o kişi beni mescidge. Mescidge yetip apırdıgan bir yitlügüçü men de yok. Dep anıdikin sordu bu adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu sordu ki ruhsat versin. Peygamber aleyhisselatü vesselam o kişiye ruhsat berişi nima kıldı sordu. Pez o adam anıdikin namaz okusun üzün uyda. Üzün uyda mene namaz okuş için ruhsat berişi nima kıldı sordu bu közü kargo adam. Şununla Peygamber aleyhisselatü vesselam
bu kishiga ruxsat berdi. Ma'qul, seninki ko'zing ko'rmagandan keyin masjidga yetlab chiqadigan, bu kechida yo qorong'udan mana odam bo'lmagandan keyin mayli uyingda o'qisang bo'ladi dedim. Degandan keyin o vaqtdagi kayni ketib edi. Valloh. Kishidi bu kishini payg'ambar ketib bo'ldi, shuni payg'ambar kishi "Ey Makka" dedi. Degandan keyin payg'ambar dediki, "Hal tasma'un nidaa bis salati." Sen namozga bo'lgan chaqiriqni, ya'ni azonni anglamsan. Dedi. Degandan keyin bu odam dedi, "Ha, men anglayman." dedi. Degandan keyin dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Unda o'g'andan keyin ta'jib. Unda o'g'andan keyin shu azonni anglagandan keyin azonniki hayya alas salah degan namozga kelinglar degan ash buyruq bor. Ash buyruqqa sen nima qilgan? Ijobat qilib ma'qul deb chu kelgin." dedi. Deydi. Men bu hadisni İmam Muslim nima qildi? Rivoyatchi qildi. Endi bu Adamniki ko'z ko'rmaydigan Adamniki o'zi. Mana bu kim deydi? İbn Ummu Maktum. İbn Ummu Maktum degan mush Adam shu deydi boshqa rivoyatlarda. Chunki bu Adamniki o'zi meni masjidga kelgan vaqtning o'zida azini o'qiydi. Azini o'qigan vaqtning o'zida meni birinchi qatim Bilal o'qiydi, masalan Bag'dodda. Yana Bilal bo'lmas vaqtning o'zida bu naib imom bo'lib İbn Ummu Maktum bu yerda chu muazzinlik qiladi. Muazzinlik qilgandan keyin namoz shu jamoatniki ishi bu odamning xaroqlik. Masalan namozni qilgan odamlarniki namoz kelib jamoat qilib namoz o'qishligi o'zi bu odamning xaroqlik. Endi bu odam xaroqlik bo'lgandiki shunga payg'ambar sallam boshda ruxsat berib, keyin anidan keyin ruxsat çok bermegen. Sen onu kemsen çok bulmaydın. Çünkü sen nima qilsan, azan o'qiysan degandi. Anda o'g'andikin meni masjidga chiqishni muhim bo'lgan odamlarning qatoridan mushu muazzin ham imom mushu odamlar shu deydi. İbn Umar roziyallohu taolo anhudan rivoyat qilindi. Shunda debki jazman meni bu İbn Umar roziyallohu taoloning azini o'qidi, namozga bir kechidagi so'g'oq va shamolniki egisi bo'lgan. Ash bir kechida namozga nima o'qidi? O'zi azini o'qidi. Ondan keyin dedi, azini o'qib bo'lgandan keyin nima dedi? Ala sallu fir rihal. Aga uning namoz o'qisangiz uyingizda, masjid chiqmay, uyingizda namoz o'qisangiz bo'ladi dedi deydi. Ondan keyin dedi İbn Umar roziyallohu taolo anhu jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam berdi buyurdi muazzinni qachoniki bo'lsa meni so'g'oq va yomg'irniki egisi bo'lgan kech bo'lib qolsa deydi ala sallu fir rihal. Sen uyingda namoz o'qinglar deb mushtaq deydi. Degandan keyin men mushtaqchu dedim deb men mushul gapni chu degandi deydi. Undan keyin meni yuqorqi shu hadisniki mazmuni bu nima emas, ya'ni farz ayligini bildirmaydi. Mana agar farz ayn bo'lib qolgan bo'lsa, yo farz bo'lib qolgan bo'lsa, u choniki o'zida uniga bir sabab bo'lmay uni chu qilish kerakdi. Uni qilish chu kerakdi. Undan keyin meni masjidga chiqmaydiganlikniki o'ziriniki birsi, mana u odam qanday qilish, mana vava masalan yomg'ir yog'ib ketib, shamol chiqib ketib, mana mushundoq bo'lgan vaqt o'zida qoy yog'ib ketib qolgan vaqtniki o'zida masjid chiqmasa, u chon o'zida u chonda mana ma'zurlik savobli hisoblanadi deydi. Yine İbn Umar roziyallohu taolo rivoyat qildi dedi İbn Umar. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qachoniki qo'yilsa, bu yerda isha deb zir bilan o'qisa xubdan namozi. Asha deb o'qilgan vaqtdagi o'zida bu yana kashkurlik yemak. Ya'ni asha degan gapning o'zi kun o'sha qayrilgandan keyingi shu kechiniki nimagichilik kun o'ltirish bo'lgan orliqniki o'zi asha deydi. Isha. Asha degan yemakka qartiladi. Qachoniki qo'yilsa, sizninki biringniki kashlik yemagini va takbir o'qilsa namozga, unda o'g'aniki başlasın, nimani başlasın? Yeməkni başlasın. Kashlik yeməkni çox başlasın və aldırmışsın. Yemək yeyə vaxtınızda vay mən cemaat ülgüramidim, vay əzin oxub getdi, təkbir oxub getdi də bunda aldırmışsın. Hətta ki boşanğay o adam şu yeməkdir. Öz ixtiyar ilə aldırmay rahat yep mən muştaq işini çox qan qədər unda çox aldırıb getmişsin. Dedi, deyildi.
Bu berdi İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu meni koyuldu o adamga yemekni çok koyuldu. Ve tekbir çoğu namazga tekbir okunuldu. Pes kemmekte İbn Ömer şu namazga hatta ki şu yemekten şu boşalgan. Yemekni yap boğandan keyin anıdaki çok keldi. Ve cezmen İbn Ömer anlaydı imamның kıraatını şu her ayın anlaydı. Ay imamның kıraatını anlap turib mı yemek bağa vaxtdaki üzüden yemekni yap aldırmay mana şu eğer ülgür alsa şu cemaat olup okuydu. Eğer ülgür almasa çıkıp yine ayrım ya ki işkin cemaat yanında kılıp okuydu diyen gependi. Anda oğandiken mana bu namazniki yani cemaatke mana kılamasıniki yeni bir çıkmasıniki yeni bir özür müşundak yemek kip qağa vaxt özüden. Yemek kip qalan mutlaq emas. O yemekniki üzü mana kip qaldı, pişip qaldı. O adamın qo'sig'i nima bek aş. Unda vaxtning üzüden mana cemaat chiqib namoz o'qiyman masjidga desa, o'chan o'zida qo'siq aş, o'chada huzur, xushu bilan namozni o'qiyamaydi. O'qiyamagandan keyin o adam yemek yeyishga oldiraydi. Anda o şu vaxtdagi üzüde mana qanday qilish kerak? Qo'saqni to'yg'izib, mana o nafsini şu qandırıp anıdaki ibadetini şu qilish kerak. Bu ibadet mushundaq vaqtning o'zida anıdaki bu ne bo'ladi? Rasmi huzur alovatchilik şu to'g'ri shaklda bo'ladi. Va Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jo Ayşem dedi. Anladım ben Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan deydi. Yo'q namoz mana taom hozir bo'lgan vaqtning o'zida namoz o'qish yo'q deydi. Yani tamam yemek bu qolgan vaqtning o'zida mayada yemek mayada masjidga qaytibdi. Mesela namoz o'qibdi, ya azn o'qibdi. Bu choniki o'zida u yerda shu men nima qilaman shu namoz o'qish yo'q. Namoz u yerda namoz o'qimay tamoqni yeb etib, andiki namoz o'qing. Vayna yo'q ol bir kishi kim men ishtidi o'qishni ikki paskin narsa. Meni ikki paskin narsa u odamning davomli qo'sig'ini oldi oqida kelgan aşı nima ikki paskin narsa qavo oldi oqidan kelgan mana bu nima o nejis yani suydik bilan aşı narsa unda o'niki shu ikki narsa qo'sa qistab turib tarati qistab turgan vaqtdagi o'zida namoz o'qishchi bo'lmaydi. Bu nima uchun? Chunki u vaqtdagi o'zida xushu halovat deydigan unda huzur deydigan bir narsa shu bo'lmaydi deydimdi. Bu yerda taom bo'lgan vaqt o'zida namoz o'qish yo'q. Ya'ni u odamni qo'sib ichib ketibdi, yemak yeb ketibdi, o'chan o'zida azn o'qib ketibdi. O'chan o'zida chiqmasmi, qo'sani to'yg'izib, yuqoriga qilishga asosan, andiki rohat bilan nima qilsin, o'chan o'zida chiqsin deydi. Ebu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ebu Hurayra, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, qachoniki namozga takbir o'qilsa, pes yo'q namoz, bigar farz namoz cho ba dedi deydimdi. Endi namozga nima o'qibdi? Takbir cho o'qilibdi. Takbir o'qigan vaqtdagi o'zida faqat farz namoz o'qish bor. Unda o'g'andan keyin masjid kiribdi bu yerda. Masjid kirgan vaqtda mesela babdati deydi. Meni yoki peshinga deydi. Shu oldida 2 rakat, oldida sunnatlar bor emasmi? Mana shu vaqtning o'zida bu odam meni kirsa namoz takbir o'qib ketibdi. Takbir o'qib ketgan vaqtning o'zida qanday qildi u odam? O'chan o'zida mana shu yalaqi namozni yoki imom sunnat binasini o'qimaylar, qanday qildi u namozga kirdi degan gap. Ammo shu odamning o'zi agar sunnatni o'qib, mesela bomdatning sunnati muhim bo'lgandan keyin o'chan o'zida shu masjid sirtiroq mana bu yalaqi oyada azon qiroat qilib tursa, bu chaniki o'zida ma yenda u sunnat o'qish bo'lmaydi. Ammo shu masjidning sal sirtiroq bir yerda sunnatni o'qib etib, anidan keyin bu odamniki o'zi shu namozni ulgura oladigan. Ya 2 rakatga yoki 1 rakatga ulguralik bunda bir shakl bo'lsa, o'chaniki o'zida nima deydi ulamolarimiz? Sunnat o'qib etib, anidan keyin imom iqtido qilib, mana hammasi yetishgan bo'lsa, hammani men o'qib salom bilib berdi birga. Agar birisiga ulguramagan bo'lsa, yo ikkisiga ulguramay tashahhud ulgurgan bo'lsa-mi, ya'ni o'chaniki o'zida men ashni nima qilsin, o'qisin. Ya'ni ba'zi ulamolar bu aytsinki, zohirniki sababidan mana o'chan o'zida sunnatni o'qimaydi. Sunnatni o'qimay agar bak o'qig'isi kelib ketsa, men yuqori qaytishga asosan men bu yalaqi shu bomdatniki farziki sunnatni o'qishchi bo'ladi deb munda çok qaraydi. Lekin ko'p sonli ulamolarimiz
bu yılki az sünnet muhim bo'lgandiki payg'ambar alayhisalom men bu yerda faqat farz namozniki o'zi bor, boshqa namoz yo'q, o'qishga bo'lmaydi degandan keyin u chaqniki o'zida mushu uni namozni o'qisa sunnat o'qimaydi, shu farzga kirish kerak deydi. İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qildi. Dedi ular. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki ruxsat so'rasa, sizning biriningki ayoli masjidga chiqishga ruxsat so'rabdi. U chaqnisi to'smasin, shu biringlar shu ayolni nima qilsin, to'smasin dedi deydi. Muttafaqun alayh. Endi jamoatga chiqishlikka o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida ayol hammasi o'rtaqcha chiqdi. Ayollarniki qari olamdi, yosh olamdi, mana hammasi shu chiqdi. Uçağın o'zida saodat zaman deb, u yana xatolik unda bir ish yo'qdi. Endi bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida deyilgan shu gap deydi ulamolarimiz. Unda o'nikin zaman keyingi davrga kelgan vaqtning o'zida. Keyingi davr, ya'ni u qaysi davr? Shu hijratninki 2-3 asrda bo'layotgan gap bu. Shu chaqning o'zida zaman buzilib ketdi. Zaman buzilib ketgandan keyin u chaqniki o'zida mana yashalgan ayol bo'lgan bo'lsa, u chaqning o'zida u chiqsin. Ammo yosh ayollarniki o'zi bo'libmi, shu peshin bilan asr namozniki o'ziga nima qilmasin, chiqmasin. Agar chiqib ketsa, ya bomdatga yoki namoyishga bo'lib daqa namoyishga chiqmasin deydimdi. Chunki u vaqtniki o'zida yana buzuq insonlarniki, nachar odamlarniki toza ko'cha chiqadigan vaqti u cho'q bo'lmasin deb men ulamolarimiz asosan mushuncha ittifoqchi kelgan. Shunga bu yilgi fiqh kitoblarniki o'zida men yosh ayollarniki yilgi jamoatga hozir bo'lganligi makro degan mazmunda mundaq gapni deyish shu. Hem de hazır devresi için. Hazır devresi için. Hem de mescid çıkışını hazır tozsa. Hem de yeni birisi. Hem de bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mağgabını değişin. Çünkü o nübüvvetninki devri oğandaki nübüvvetninki devri degen gap Allah Teala tarafından muşundak vahiy düşüvatkan dinninki ahlak ahkamlarını men öğütülüvatkan bir devri oğandaki şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte ayallarınki mescid çıkışını men tosuşunu nima qilgan tosmanlar çıkışı onu qat'iy ruxsat berishing kerak. Çünkü ularni bir sizniki bir jamiyatga bir foydasi bo'lgandan keyin ular masjidga chiqib shu masjid chiqish orqali shu islom dinining ta'limotini bilish kerak. Uchun o'zida islom dinining ta'limotini vahiy, hadis hammani nada biladi, masjidda biladi. Hozir masjidda bilsimi, hozir nada bilib bildigan yer najiq ana kitobda har tarjima qilinib ketdi. Şoň Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men muşu gapni şu degan. Anda oğanki keyingi davrning özüde men ayollar hammasi mu'min, musulmon, hem islomiy davlatninki ichida yashayotgan bo'lgandan keyin islom dinimizningki ahkomini hammasi shu bilib ketgan. Bilgan bo'lgandan keyin o'chani o'zida zaman buzib ketdi. Anda oğandan keyin bu yer bu illat u yer tugandan keyin o'chadi chiqmasin. Bo'libmi yoshlar, yosh ayollar mana shu chiqmasin deb mushtaq shu qaraydi. Endi hozir shu Zeynep'de rivayet kılındı ki bu Abdullah Mesud'unki ayalı olan Zeynep'de rivayet kılındı. Dedi o Zeynep. Dedi biz üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçaniki mena hazır olsa siliniki birinle mescidge hazır olsa ve silimisin şu birinin niminin pırah nesin. Teyip. Muşunda puraydıgan, muşunda bir nesini her biz neme kılmışsın, silmişsin, yani işletmişsin, ettirdek, puraydıgan bir nesini neme kılmışsın, işletmişsin, deydi. Çünkü şu puraydıgan bir nesini işletiş diyen maksat ne için? Çünkü bir adam şu puraydıgan nesini işletişindeki üzüden, yani özü, mesela ya mındak kalıdı şu an ikinci bir adamdaki dikkatini kozgaş. Anda oğandaki bunun bir sebep olup kalıdı. Anda oğandaki bu ettir bir nesli işletmişsin deydi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kanda bir ayal, yesse o ayal buhurga. Yani buhur diyen neymi? Buhur. Yani şu yani çıraylık. Yani ubdan puraydıgan ettirge. O çağınızda hazır olmuşsun
biz bilan oxirgi xufton namoziga, ya'ni oxirgi kash namoziga, ya'ni xufton namoziga hozir olmoqson deb payg'ambar alayhissalatu vassalam mushtaqchu deganti deydi. Unda o'ndan agar ayollar meni masjidga chiqib qolsa, u chog'ning o'zida attir bir narsa kerak, undaqchu ishlatmas kerak. Chunki attir ishlatdi degan gapni o'zi ubdan maqsad ishlatmaydi. Har qanday bir, ya'ni ko'p sonlig'ida, ammo men ubdan puray, meniki yanaqa ba'zi puroqlar yo'qolib ketsin deganlikni o'zniki oilasi qilish kerak. Ammo oilasi qilmay, buni meniki ma attirim bak puraydi, manchi pulliq attirib deb shunday chechiblar, maqsad shunday qilgan o'zi, shundaqla sirtga chiqsa, bu kishiniki, ya'ni bu ayolning maqsadi jazman ikkinchi bir er bo'lgan boshqa erlarning diqqatini o'ziga jalb qilish. Ya'ni u ayolniki maqsadi uchun ubdan bo'lmaydi. Shu islom dinimiz ayollarniki mushundaq fitna fasod, mushundaq xato ishga sabab bo'ladigan attir nima qilish, men attir chechish va undan boshqa men manga vaqtniki o'zida, ya'ni har xil mushundaq mengish, ovoz chiqarib mengish deganidek mushtaq narsa nima qilgan to'sqan. Bu saddi zariya bo'lgan bo'ladi. Hozir endi masjidga chiqib o nima emas, normal chiqadigan vaqtning o'zida umumiy o'jab ketdi bu zaman. Hozir o gapni qismi oqmaydi olib qoldi, xani qo'liga hech qanday odam qo'liga yoqmaydi endi u. Ikkinchi fasl. İbn Umar roziyallohu taolo anhu rivoyat qilindi. Dedi İbn Umar, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, tosmanglar sizniki ayolning masjidlarda nima qilmanglar, tosmanglar. Va lekin ularniki o'liri yaxshidir o ayollar uchun. Endi masjid chiqibman deb qolsa ayollar, o'chan o'zi tosmanglar. Masjid chiqsin. Shunda bo'lsa-mu, lekin ularniki masjidda o'qigandan uyda o'qigani nima o namozni yaxshi deydi. Ya'ni demak, mushu namozniki o'zi asl masjidga chiqib o'qishlar ubda ish. Mana ba'zi olimlarning deganda farz yoki farz kifoya yoki vojib yoki sunnat. Men mushundaq amallarniki o'zini ayollarni mana qilmasdan to'sishi nima uchun? Nima uchun? Chunki ko'chik chiqib qoldi, erlar ko'rilib qoldi, buzuq fasodlar, juda harom ishlarga men sabab bo'lib qoldi deganlikda shu to'sqan gap. Hozir davrniki o'zida mana yeriniki ko'nagisiga bir narsa yog'ochni tiqib qo'zg'ab chiqarayotganda chechilib ketdi endi. İbn Mesud roziyallohu ta'ala rivoyat qilgan, dedi İbn Mesud, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ayolniki namozi, o'zining uyida o'qigan namozi mana kattaroqdir, u ayolniki o'zining vujurda o'qigan nimasidan namozidan. Endi bayt degan bu uy, normal mehmon keladigan nima uy. Endi hujur degan u yanaqa ayrim bir nimasi bo'ladi, uy bo'ladi, ya'ni maxsus er ayolniki boshqa odam kirmaydigan, uni nima deydi? Uni hujur deydi. Ya'ni normalda bir ayolning normal uyda o'qigan namozidan o'ziniki ayrim bir uyda o'qigan namozi u katta deydi. Va shuningdek bu ayolniki men o'qigan namozi o'ziniki ishkaki uyda. Ishkaki uyda. Yani miqdar degan bu shu yanaqa en ichidagi narsa degan gap. İçidagi narsa, yani uyning ichidagi uy, yani ishkaki uy deymiz o. Shu ishkaki uyda o'qigan namozi men afzaldir o ayolniki o'zining uyda o'qigan namozidan. Normal uyda o'qigan namozidan ishkaki uyning ichida hech qanday bir narsa ko'msin, men nayt ubdan saqlansin deb ashta qilgan, ya'ni o'zining miqdar deydi. Men aşağıda o'qigan namozi nima o? Afzal dedi deydi. Bu ise İmam Abu Davud nima qildi? Rivoyat çok qildi. Ebu Hureyre roziyallohu ta'ala rivoyat qildi. Dedi Ebu Hureyre, jazmaman anladım men, meniki do'stim Abul Qasim, Hubbi degan men mahbub, ya'ni meniki mahbubim. Men o kishini bak yaxshi ko'radigan, shundoq zotki u kim edi? Abul Qasim, ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam edi. Deydi Payg'ambar alayhissalatu vasallam. Qabul qilmaydi. Ayolniki namoziki meni xushpuroq narsa ishlatdi u ayol nima uchun? Masjid uchun.
masjid chiqish uchun ishlatibdi. Men masjid chiqmay uzoq qolmay, unda o odamga men xushbiroq narsa ishlatay deb ashunda qilgan ayolniki namozini qabul qilmaydi, hattoki yung'ay bu ayol o'ziniki janobatdan yulgandek. Resmi bo'yni suv sog'andikin, anidikin men uçan yüzü pak bo'ldi men shunda yuyinsa anidiki bu ayolniki namozi nima bo'ladi? Maqbulchu bo'ladi deganti payg'ambar alayhissalatu vassalam dedi deydi. Anda o andikin bu yerda mushu yilqi nachar ayollarniki asas bir nishon, uningki simvoli shu davrniki o'zidan men o'ziga attir chechib yo'lga chiqish. Bu bir alomat ekan shu chog'ning o'zida. Şu alametniki o'zi agar yaxshi bir ayol ashtaq qilgan bo'lsa, uni o'xshab qolgandan keyin, sho'ng uningki namoz nima emas deydi, men maqbul emas deydi, aniq qilib qolgan bo'lgandan keyin. Ammo o'ziniki uyda qilibdi. Masalan, yerga yo'ldoshi qilibdi. U chog' o'zi savob. Meniki yerim, meni bek yilqi chiroyli puraydigan texmi purab müştaq o'ttirimiz muhabbat yaxshi ko'rish texmi müştaq ubdan bo'lsin. Yo'lga uya bu yerga nachar müştaq ko'ch qo'ylig'ida qarab qolmasin. Unga ko'ra menga nima qilsin deb o'ziniki yeriniki o'ziga meni jalb qilish jihatda o'zining eri uchun qilsa savob, texmi katta savob bo'ladi. Ammo buni shundoqli ikkinchi bir odam meni mandaq ekan deb qolsin, bak chiroyli ekan deb qolsin, kim bak o'xshaydigan deb chiroyli kiydigan deb qolsin. Vay bu adam bek güzelken deb qolsin degandekinlar bu ish chataqandi. Shu harom bo'ldi endi. Yine Ebu Musa radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Ebu Musa, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, her qanday ko'z zina qiluvchidir. Her qanday ko'z nima u? Zina qiluvchidir. Endi zina İslam dinimizde ikki. Birisi haqiqiy zina, yine birisi nima u? Zinağınki kichik zina. Yani o mecaz zina deydi. Siz zina degan, men er ayol nikohidan nikohlashmagan er ayolniki o'zi bir yerga rasmiy jinsiy munosabat o'tkazishligi o'zi nima? İslam dinimizda bu zina. Bu nima? Harom. Ammo undan boshqasi ko'z zinasi, qo'l zinasi, put zinasi, men og'iz zinasi, ko'z zinasi, quloq zinasi deganda bu nima o? O bir zina. Zinanınki ikinci dereceli zina bu günah segir. O günah kebirinki üze ana o had uruludu. Mene bu nim için bu közdeki üzü zina oldu ise çünkü bu köz şu çoğun zina kılışık sebep buludu. Sebep boğandakin bu canın üzü de hem közü qalaş arkalık bir adam men er ayal erge muşunda qalaş arkalık o canın üzü de o nime kılış zina kılıştan esas maksat şehvet. Huzur, halavet, tatlılık nima qilish ondan edish. Anda onu qalaşdım şu iş şu ban. Meni bu tepilgandaki şu peygambersen bu yani nima degan ko'zimiz zina dedendi. O cezmen bir ayol qachoniki attir ishlatsa bu ayol unidikin o'ssa bir majlisda uytibdi. Yani yat bir er kishiniki ban ash sorunni kashidi uytibdi. Pes uçan yüzde bu ayol men mundaq bo'lib ketdi bu ayol. Yani zina qiluvchi deb mushtaqchu dedi. Yani zina qiluvchi bu ayol dedi. Endi aynan zina qiluvchi bo'lmasin, zina qildigan ishga sabab bo'lgan ishlarni chu qildi. Uçan o'zida bu ayolniki o'zi aşağıda attir chechib, taz o'zini yasab, taz ubdan attirini aşı sugab mağandan keyin uçan qanday bo'ladi? Uçaniki o'zida tichaman tug'an kishiniki qalbi shahvati qo'zg'aladi. Bu insandaki şehvet, insandaki bu hissiyatniki o'ziniki qo'zg'alishi bekapaka qo'zg'almaydi. Ko'z bilan ko'rsan, yoki qo'l bilan tutsan, yoki bo'lmaydi. Mana shunday gaplashsa, anidiki bu nima bo'ladi? U qo'zg'aladi. Qo'zg'algandiki bu hissiyat uçan o'zida bu shayton uyan tutgandikin, ush bo'lgandikin uni rasmiy yuqori darajaga chiqib cho'ng zinoga sabab bo'lib qolgan ekan. Şunun için bunu sebep bo'lgandan keyin şu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men aşındaq o'tgan ayollarniki üzümü aşındaq erkishlarni kashidan bu aşı yomon erkishlar bor. Bo'lgandan keyin qanday qilgandan keyin ya uning orqada mangdi, ya boshqa ishni, ya ayol olmay tatib qolsa boshqa harom ishni qilaman degan shundan u yerdagi jemib qolgan shahvatniki o'zi qo'zg'alib chiqqandan keyin u shahvatning o'zi qandaqki
o insan teret kelgen vaqtimizda teret chiqamiz bo'lmagandek, u ma'nini chiqamiz bo'lmaydigan holat kelib qoladi. Shuning bilan gunoh ma'siyat bo'lib qoladi, gunoh sabab bo'lib qoladi. Buning bilan nima u xato yani. Shuning zina degan gap shu endi. Zina qilish sabab bo'lgandan keyin. Men bu hadisni İmam Turmizi rivoyat qildi, İmam Abu Davud rahmetullohi alayhi va İmam Nasai uchun bordir. Yuqorgi hadisning o'qishichi bor deydi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi o'g'li Ubay. O'qidi biz uchun. Namoz o'qib berdi, biz bilan namoz o'qidi, biz bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kun bomdod namozi uchun o'qidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salom berib bo'ldi. Dedi payg'ambar Aşahidun pulan. Ya falan adam hazır oldu mu? Falan adam hazır ma cemaat çıktı mı? Dedi. Digendikin dediler ular ya yok dedi. Digendiki dedi peygamber yine falan adam yine başka bir adam yine cemaat var mı dedim. Digendiki dediler ular ya dedi. Yani bu Bamdat namazı diken ya huttan. Dep peygamber dedi ki Cezmen ma işki namaz münafıklığa namazniki en iğirdir deydi. Münafıklığa en iğir kelgan namaz ve şu namazniki içiden benim bu şu bamdat bilen bu şu huttan geçip pek iğir keldi bulağa. Dep ve eğer bilip kalsanlar mene ulan velev ta'lamuna ve eğer bilseniz silen ya ki bilsen onda bir nemesi değil ki şu işki namazı ba idi. Yani işki namazda çıkan vaktimizde onu da neyme kandak savap. Meni boluduğanlığını sen bilsenler idinler. Her aynı kelitinler şu işki namazgan ve eğer kendiki ümlet bolsumu tizdaniki üstüge. Habban degen men haba yahbu muhabat dediken muş kiçvanlıki üze muşu koluniki muşu tiz bilen ama ceynahına ama tizde ömlep askerdek muşta mağanlığınki üzerine habu deydi. Men tizlap aşı ömlep bolsama aşı xuptan bilen bamdatdaki namazınki savabını qandaq olan bilgen bolsanglar men ömlep bolsama nima qildinglar keltinglar. Vacazman birinchi sep mena perishtaniki sipiga o'xshashdir. Perishtaning sipi o'xshaydi birinchi sep. Perişte qandaq nima turtani tüptüz, onun savabı nayeti yaxşı, katta bo'ladi. Anda o'niki birinchi sepda tug'an adam men qandaq bo'ladi shu savabni oladi. Va agar bilsanglar edinglar, anda bir savab neki shu birinchi sepniki ortiq katta berilgan shunda savabni bersanglar edinglar, har oyna oldiraytinglar shu birinchi sepni nima qildinglar, oldiraytinglar. Men birinchi sepga yetishman, birinchi sep men turman deb cho'q oldiraytinglar. Va jazman bir odamniki o'qigan namozi yin bir odam bilan eng yaxshidir. U odamning yolg'iz o'qigan namozidir. Va bu odamniki ikki odam bilan o'qigan namozi yine eng yaxshidir. U odamniki yin bir odam bilan o'qigan namosidan yaxshi namozidan deydi. Va unda bu narsa ko'p bo'ldi. Ya'ni namaz o'qiydigan odam u odam bilan nima bo'ldi? Ko'p bo'ldi. Ko'p bo'lgan vaqt o'zida men bu ko'p bo'lish Alloh taolaga nimadir u bakcho yaxshi ko'rlikchidir dedi. Ya'ni demak bu yerda shu jamoatga chiqishninki eng ig'ir keladigan namoz mana bu bomdod bilan xutdan. Zoda amaliyat hozir shu dunyoda. Yani hozir toza mashg'ul bo'lgan, toza yotadigan ashtaq bir vaqt. Endi bu odamniki yolg'iz namoz o'qib qolgandan cemaat bilan bo'lib, ya'ni ish bo'lmadiganda uyda yoki safarda ya u yer bu yerda ya masjid chiqarmabdi yoki u yer masjid yo'q ekan. U joyda har odam o'zi yolg'iz o'qimasdan, ikki odam yoki uch odam, qancha odam bo'lsa bir o'qish bu nima u eng yaxshi. Ebu Derda radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ebu Derda, dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, yo'q üç adam yok, bir yeza ve bir bedvi. Bir qariyati degan yezdinga bedvi degan, yani beda yani şu çöl jazira, yaylaq, aştaq yerda degan gap. Meni aşındaq bir yeza yoki yaylaq, çöl jazirada aşındaq bir 3 kishi yo'q ki to'g'izilmaydi. Meni shu
çöl cezire yezilarda bir namazga nima kılınmaydı, to'g'zilmaydi. Yani takbirchi o'qilmaydi. Men o'qilmaydi, ashundaq bir yeza, ashundaq bir qishloq, ashundaq bo'lib qolgan bo'lsa, men qanday qiladi desa, jazman egib oladi, ularga shayton nima bo'ladi, egib oladi. Shayton egib oladi. Aşağıda bir yezida, ziroq bir qishloq, ashundaq bir yayloq, ashundaq bir yo'q ekan. U yerda 2-3 odam bor ekan. Şu 2-3 adam bir yerga kirib namozchi o'qimabdi. Takbir o'qib, ashta namoz o'qimagan bo'lsa, u jon o'zida shayton ulug'chi nima bo'ladi, u jon o'zida ega bo'lib, bütün ishlarniki hammani u shaytonchi egdoshlik qiladi. Mana istahmaza degan, istavlo degan ma'noda. Yani bütün şu şeytan, şu adamın işi ega bo'lib, va yoqa u masjidda o'qivasang bo'ladi deb o'tirib, uni dekin, aniki bu namozni yoqa bir ish qata mundaq bir jublab o'qivasang bo'ladi. Yo bo'lmaydi, kechgacha, kechga borgan vaqtingizda vaqting yetgan jublab o'qivasang bo'ladi. Va sen ma ishni qatqa bo'lib, qazosi qilsang bo'ladi deb o'tirib, shayton u odamning bütün ishlariniki hammasiga shunga egdochilik çok qiladi. Unda o'g'andan keyin ta'alaka bil jamoa. Anda o'g'andan o'zingga lozim tut nim bo'lishni, jamoatla namoz o'qishni, men 1-2 odam bo'lamdi, 3 odam bo'lamdi, 4 odam bo'lamdi, men yezida bo'lamdi, men shaharda bo'lamdi, men qishloqda bo'lamdi, nerede olsun jamoatla namoz o'qishni o'zingga nima qilgan lozimchi tutqin. Men musha edisini deb ba'zi o'limalar nima deydi uni farz. Jamoatla bilan namoz o'qish deydi. Farz gap shunga emasdir, yeydon buyra qasiyat. Jiroq qilib qolgan, ayrim qilib qolgan kishiniki o'zini buyri nima qildi, yeydi. Normaldimi? Mana patvoqqa adam hammasi biladi. Shu patininki ichidan hamma qo'y bir yer kivasa, mana har qanday bir hayvon, bir yitqish hayvon yeyman deb kelgan vaqtimizda hammasi bir yer kivasa, u jon o'zida buni tega olmaydi. Agar u yerga hammasi bir yer kelmay, uni qaysi bir yani hayvon şu topninki işini çeçirap çıkıp ayrım bir yerde olsa onun qildi o büyre, yolvaz, onun başka ilk hem nesço yeydi. Anda oğandı ki sene meyli yezi olamdı, meyli kışlaqtı olamdı, mescid yok ki demek, hiç bomba degende 3 adam birliğe kilip, müşte cemaat ile namazçı okunla. Cemaatteki nemisi naiti neme o paylaşacak deydi. Şuna şu Müslümanların içinden en yakın mesela Müslümanlar bayanın üzerinde emmesi daha yaxşı. Benim şu da işini çok kılıdan. Ama yakın mesela hazır devrin üzerinde dünya kişi ketkendiken mesela uya bir sefer kılıp yarış jaryanında açtak bolsa, men şu milletlerin içinde şu Türk milleti ne olsun birinci olup uya sallagan nes mescitken. Çünkü mescit mana şu milletniki dinini ve milletini qo'g'dab qolgan asas o'rni. Bu pek muhim. Çünkü mescid chiqqan vaqtning o'zida hamma odam u yerda ko'rishidi, ma milletken, ama dostimizken, andaqken, palaniken, pokuniken de. Bir-birisi hamkorlik bo'ladi, bir-birisining ehtiyoji bo'lib qolsa, birisi deyishidi, mushundaq qilib aloqa u yerda kushundagan gap. Mescidning foizi pek chiqqan. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılın dediler İbn Abbas dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bir adam anlasa o adam munadini yani ezan okuçu adamni pes mene tosmaydı mene şu adamni şu munadiga ergiştin yani şu ezan oku adamga muezzinga ergiştin hiç qanday bir özür nim qilmaydi tosmaydı tosmusun dedi. Mene tost eylem, yani tosmaydı degan gap. Yani munadi olgan, şu azan oku adamni muazzinniki azan anlagan bolsa, mene şu adamni şu yilki munadiga ergishtin hech qanday bir özür nim qilmaydi, tosmaydi dedendi. Degandan dedi bu sahabeler özür nima? Yani özür tosmaydi degandan uçan o'zida hech qanday bir özür yok. Anda oğandikin özür qalsa, özürniki üzümü bazı vaqtning o'zida şu azaga ayşamaga ish chiqib qoldi degan gap. Degandiki dedi Peygamber sallam, özür degan qo'qish.
Yani o adamniki o'zi shu azan o'qitibdi bir masjidda. Unda bo'lgandan keyin bu adamniki uy jangalda ya jiroq bu adam ashak barmansa ya ishtva yoki eyiqva ya jitqish hayvonlar. O'chan o'zida bu adamga ziroatchoq qiladi. Yo bo'lmaydi bir kasal. O adam shu masjid berishga amal yo'q, og'rib qoldi. Men mushu nima u? Men bu o'zir bo'ladi. O'chan o'zida qabul qilmaydi u adamning namozniki o'qidi u adam. Yani o'qigan adamniki o'qigan namozning o'zini qabulchi qilinmaydi. Qabul qilmaydigan o'zir men mushu bo'ladi. Ammo unidan boshqa men u adam ash munodani azan anglab turib kelmagan bo'lsa, o'chan o'zida bu adamniki namozi nima emas, u maqbulchi emas deydi. Abdullah ibn Abi Arqam radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Abdullah. Anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydim. Kaçaniki tekbir okulsa namazga ve tapsa sınırın birinle halani tapkan bolsa pes başlasın ol birinle eminlik başlasın halani başlasın. Yani namazga tekbir okuluptu. Tekbir okandikin uçan yüzde sınırın birin halani tepdikin halağı bardıgan işin tepdi. Yani tert kıstap gitipti. Kıstap ketken bolsa o adam derhal tartı nimukasyon mene o adam tarat sındırıp onundaki taratı ipkip andaki namazçı okusun. Uçağınızdan cemaatki ülgür alamda eğer ülgüsü yaxşı, ülgüamız şu yine ayrım okusçu boludu deydimdi. Uçağınızda tarat kıstap kessim, unmayma cemaatninki nemisini tapımen de muşunda kısa, uçağınızda cemaate okuyan namazın huzur alavatı olmaydı, o namazın bayıtı doğrucu emes. Savban radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Dedi ol Savban. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Meni 3 adam bor. Meni halol olmaydi hech qanday bir adam uchun. Shuki men 3 bir ish bor. Halol olmaydi hech qanday bir adam uchun shuki o adam shu 3 ishni. Shu 3 ishni qilish qat'iy halol olmaydigan 3 tane nima bor? Ish bor. Birinchi İmam kılınmaydı bir kişiniki bir komige la yu'ammanu mene qat'iy imam kılınmaydı bir kişinin kimge bir komige nima kılmaydı imam çok kılınmaydı. O qanday desa undagi xas qiladi o adam yüzünü bir duaga ulasız. Yani ulağı dua qilmay faqat o'zidagi shaxsiyati uchun dua qiladi. Men bundaq bir adamni u bir jamoatga bir mahallaga imom qilish uchun bo'lmaydi. Agar qilib qolsa bu adam shu ishni qilib qolibdi ekan, jamoatdan kar yo'q. Jamoatniki mena hidoyat tepishi, to'g'ri yo'lda menishi, gunohniki mag'firati, mena buzuq ishlarniki yo'q bo'lishi, bularniki barzatning obdan bo'lishi uchun duo qilmay, ashundaq o'z ishini qilib, "Bu men namoz o'qidim" deb, "Mushundaq qilib, o'zimni bilsam bo'ldi, jamoatda karim yo'q" deb ashundaq qilgan bo'lsa, bu odam ularga nima qilgan bo'ldi? Xiyonat qilgan bo'ldi. Bu qat'iy nima emas, u halolchi emas. Endi bir sanadan keyin ikkinchisi va qarimaydi u odam uyniki ichidan şu işçiga qaramaydi, şunun oldidagi ruxsat so'rag'ay u adam. Mana u adam uyninki egasidan ruxsat so'rashdan burun uyninki ichiga kirib ko'zini yugurtib, buni qarashning o'zi nima emas, u halol emas. Agar qilib qolsa bu adam shu ishni, ya'ni uyning egasidan ruxsat so'rashdan burunlar, mana u adam ko'mabdi deb beriblar shu derizini ishning yo'rig'iga uya bu yerdan mana ko'rib olaman deb ashtaqqa bo'lsa, jazman meni o adamniki o'zi bu uyniki egalariga xiyonat qilgan bo'ladi, u xoin deydi. Endi bu islom dinimizning axloqi mana shu. Xalqningki uyini maraydigan, xalqningki ichki ishlarga uchun arishib nima deb ichki o'ylarning ishlarini nima qilaman tekshirib qilsam bo'ldi deb jiroqiyada qarab, hozirgidek misol dirbon va kaza kishi yoki o adamniki mesela kamera bilan qo'yish orqali yeniga ya uyga shu orqali bu adamniki ichki ahvolini bilaman deyishniki o'zi islom dinimiz xato ish. Bu qat'iy nima emas, o durustchu emas. Shuningdek bir adamniki ayrim qilayotgan gap bo'lgan bo'lsa, bu gapniki o'zini bu adam opirib uni qanday qilib tanidi ekan, uni mana bu adam o'qimadimi, o'qimay turib uni opirib hamda evelib hozirgi davrdagida mushunda qachini evelib ovoz og'ishqa, uni lekin men buni yoyman.
Ya olmaydı o adamın özü iki adam otursa gap qilishgan bir gapga. Bunu apırıp iki adamın otur degan gapning özü nima o amanet. Anda o'g'aniki bunu apırıp bu adam uqtiman yeyiyotiman deb qilsa, u nima o xoin. Mushunda ishandi. Hozir bunda ishni jo'qib ketdi o'g'ani. Va namoz o'qimaydi. Shu kishi vaolki o kishi nimadir? Hakimdir. Ya'ni bek nima qiluvchidir? Qo'siq og'irg'uchidir. Hakim mana hakim hakim degan mushunda qo'sig'i meni shu tutib qolgan, ya'ni shu yilqi suydik yoki cho'ng taratniki o'zini u odam tutib olgan. Tutib olib ashunda qonliqniki o'zini deydi uni hakim. Ya'ni vaolki o kishi o'ziniki cho'ng va kichik taratni tutib olgan. Yani kiptusun olmay sıkıp açta tutuvagan kişiyi onu okumasın, namaz okumasın, hatta ki yengillesin o adam. O kıstap ketken aşağı taratniki üstleneni. Ben şu canlı yengil ötüp tarat verip, anadaki tarat kıvetip, onadaki tarat hep anadaki ne okusun, namaz çok okusun. Ben bu işin çok kısa. O canlı zaman namazı ben oy kazaya ne cemaat ütüp yedi o. Ya ki imam ülgüramaymen, yamanda demezsen, uçağınızda o qo'shiq bak qistab ketgan vaqtingizda endi siqib tursin unmay, unda namoz çok o'qimasin dedi deydi. Hakim degan habs ma'nosida. Ya'ni bir narsa to'sib olish. Ya'ni u odamniki suydik chiqaman desa, cho'ng tarafdan siqib olish, to'sib olish degan gap. Jabir roziyallohu taolo rivoyat qilindi. Dedi ol Jabir, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazı kechiktirmanglar bir taomning jahdidan va o taomniki boshqa ishninki jahdidan namozniki o'z vaqtidan kechiktirsangiz shu bo'lmaydi dedi. Men bu hadisni Imom Muhyi Sunna o'ziniki Sharh Sunna degan kitobida nima qildi? Rivoyat qildi. Ya'ni namozni mana bir yemakniki jahdida kechiktirmanglar. Voy yemak kip qoldi, voy demdi yili o'qiydi deb u namozning vaqti chiqib ketay desimi yoki qazo bo'lib ketish ehtimoli bor tamoqni yeb qo'yishib, u chaniki o'zida bu yemakni men yeb etib o'qiyman deydigan ishni cho'q qilmanglar. U yemakdan nima muhim? Meni namoz cho'q muhim. Namozni o'qib etib, ondan keyin u chaniki o'zida yemak yesangiz cho'q bo'ladi. Yemak yeyishning nimasi yo'q, u joyda vaqti yo'q. Anda o'g'andan keyin yemak yegan vaqtimizda vaqt chiqib ketay desimi, ana yuqoridagi yana shu yemak yegan vaqt, yemak bor vaqtniki o'zida yemak yeyilsin, yani namoz o'qimasin degan gap qolgan. Ya'ni u nima u? Namozning vaqti kengri. Ham qo'saq bak ichib ketgan. Yemiz shu qat'iy bo'lmaydi. Shu vaqtning o'zida u deyilgan gap. Ma'noda qo'saq bak ichib ketgan emas. Ammo u ozroq chedisimi chedaydi. Anda vaqtimizda ham namozning vaqti oz qolib qoldi. U chog'imizda endi payg'ambar mushtoq deganti deb o'ltirib, unda qilishga bo'lmaydi. Unda vaqt qanday qilamiz? Darhol namoz o'qitib, ondan keyin vaqti o'tib ketsa harom. Namozning o'z vaqtida o'qish nima? O islom dinimiz farz. Anda uni buni qazo qilish nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Anda uni gunoh sabab bo'lgan ishni qilaman, kishini qilib, u chog'da yemak yeyman deb o'tirishning o'zi bu nima emas, o durustchu emas. Men yemakniki g'ayri uchun. Yemakniki boshqa bir ish bo'lib ketdi. Boshqa bir ishni bak muhim ishimda, yo'yiti, mamayiti deb u chog'da namoz vaqti kelib qolsin, kar yo'q, boshqa o'tirish ishni chu meni qilib, u chog'da kechiktirib, u chog'da eng oxirida o'qiyman deb unda bir ishlarni qilmanglar. Mana shu namozning vaqtida, dal vaqtda chu o'qishni chu odatlaninglar deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushundaqcho dedi deydi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil